Assalomu alaykum hammaga, xayrli tong. YouTube kuzatuvchilari. Bu kanal ochilganining maqsadi, asosiysi sababi birov uchun emas yoki boshqa narsa uchun emas, prosta o'zim uchun ochishga qaror qildim. Чтобы xohlayman shu o'zimni Rossiyadagi hayotimni qanday o'tayotganini birovlarga ko'rsatish emas, masalan, o'zim uchun, может быть, kelajakda ko'rarman esdalik uchun. Balki kimgadir qiziqdir Rossiyada qanaqa hayot, qanaqa qiyinchilik yoki qanaqa yengilliklar bor, kimgadir qiziqdir. Kelmoqchi bo'lganlar bordir yoki bilmaganlarga yana qanaqadir maslahatdir. Короче, shu maqsadda bu olingan video hech qanaqa montaj qilinib keyin YouTube'ga qo'yilmaydi. Может быть, qanaqadir joylarda noto gap ketib qolishi mumkin, so'kinishlar qolishi mumkin. Oldindan uzr so'rayman. Keyin yana aytaman, bir iltimosim, чтобы mani может быть kuzatadiganlar bordir. Kimgadir yoqmasa kuzatmanglar yoki har xil komment yozib, unaqa qilib, bunaqa qilib shart emas. Oldindan aytaman yana. Yoqmasa prosta kuzatmanglar. Keyin shu Rossiyadagi har bitta bir kunlik короче, kunlik shu videolar olib borib YouTube'ga joylashga harakat qilaman. Endi har kun deb va'da bera olmayman, chunki bu yerda problema internet bilan, problema VPN bilan. To'g'ri ishlatsa degan umiddaman. Bu kanal agar kimgadir yoqsa, ma'qul kelsa, agar ishni savollaring bo'lsa, bemalol kommentariy ochiq yozishlaring mumkin. Qo'limdan kelgancha javob berib harakat qilaman. Endi bilganlar u aytayapman, u bilganlar o'zicha aqllilik qilmasin yoki boshqa gaplar yozmasin. Bilmaganlarga prosta bu eslatma yoki maslahat bo'ladi xolos. Xullas, shunaqa kunlik videolar qo'yib boriladi. Agar malol kelmasa, podpiska tashlab qo'yinglar, чтобы ko'proq ko'rish uchun, migrantlar uchun. Bu auditoriya o'zbeklar uchun. Agar kerak bo'lsa, rus tilida ham chiqaramiz. Asosan o'zbek auditoriyasi ko'p bo'lgani uchun qo'yilyapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat.